Instagramda endi nimadir qidiradigan bo'lsangiz, xuddi YouTube'ga o'xshab o'sha narsalarni o'sha narsalarga taalluqli bo'lgan videolar chiqib keladi. Masalan, mashina bozori desangiz yoki mashina narxlari desangiz, xuddi mashina narxlarini sharhlagan videolar chiqib keladi. Ilgari faqat akkauntlar yoki qanaqadir odamlarni nimalari chiqib kelardi, videolar chiqib kelardi. Siz aniq yozgan bitta ma'lumot bermas edi. Hozir shunaqaga o'zgardi. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Mana masalan, hozir kelib turib poyezga mashina narxlari deb yozamiz. Mashina narxlari desak, mana bunda mashina narxlariga taalluqli rasm yoki mana bunaqa rasm nimalar, videolar yoki mana bunaqa Andijon mashina bozori do'stlar, Lacetti avtomashinasi ko'ryapsizlar. Mana hammasi, ya'ni men nima haqida yozsam, xuddi shunga taalluqli bo'lgan videolarni va shunga mos nimalarni chiqarib beradi. Masalan, mana shu mashina narxlari rasmlarni qo'yadi-yu, Instagramda xuddi shunaqa qilib nimani chiqarib beryapti.